Limitli mi beraber? Maşallah. Metan bugün 24 may günü metan zapravka edamiz. To'rtko'l tumanida 4900 so'm. Assalomu alaykum. Biz o'z kanalga kuzatib turgan jigarlarim, sog'mi? To'rtko'l tumanida Ruslan metan gaz quyish shoxobchasindamiz. Avsiyasiyan trassa yo'lning bo'yinda bugungi narxi 4900 so'm ekan. Xudo xolasa xo'p, kelaverasizlar. Endi xudo xolasa arzonlab qolar. Asosan tushuntirib 5000 so'm edi, 100 so'm qaytdi. Endi demak, kutilgan narsa qaytmaydi deb ko'p odam aytadi-ku. 100 so'm qaytsin, 1 so'm qaytsin, baribir qaytdi. Mors endi 4800 ga tushar. Yana boshqa bir lekin limit bo'lgan, tushadi yetishini hech kim bilmaydi. Hamma metan gazlar limit berib qo'yibdilar. Уже limiti tugagandan уже bo'ldi. Undan yaqin quymaydi masalan. Bitta tom bo'lsa, bitta kechta tom bo'lsa, kechta soatina 7 bo'ldi. Bali narsa limiti bor ekan, xudo xolasa. Ko'proq limit bo'laversin. Hamma metan gazda yuraversin.